Imom Ahmad bin Hanbaldan so'rashdi. 100 mingta hadis bilgan odam fatvo aytsa bo'ladimi dedi? Yo'q dedi. O'sha Abu Hanifaga, Imom Shofiyga toshlatayotganlar 2 mingta hadisni ham bilmaydi. Mingta ham bilmaydi kerak bo'lsa. O'tirib olib Abu Hanifani muhokama qilyapti. 200 mingta hadis bilsa-chi desa, yo'q dedi. 200 mingta hadis roviylari bilan, matni bilan naizust, ya'ni kallasida turadi. 300 mingta bilsa-chi dedi, yo'q dedi. Hadis ilmining ummoni bo'lgan Imom Ahmad ibn Hanbal 300 mingta hadis bilgan odam fatvo aytishga haqqi yo'q deyapti. 400 mingtachi 400 mingta hadisni yoddan bilsa fatvo aytsa bo'ladimi deganida kaftini ko'tarib qimlatib qo'ydi. Endi bizni zamonimizda o'tirgan ayrim o'zini ilmli sanagan odamlar Abu Hanifani, Imom Shofiyni behurmat qilib, ularga hadis yetib bormagan, ular ma'nosini bilmagan deb turibdi.